Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Ko'rib turganingizdek, navbatdagi video darsni e'tiboringizga taqdim etmoqdaman. Bugungi video darsimni nomi 10-sinf O'zbekiston tarixi darsligidan Turkiston muxtoriyati mavzusi hisoblanadi. Demak, men bu mavzuni video dars qilib sizlarga e'tiboringizga taqdim etish orqali sizlarga nimani yetkazmoqchiman, nima demoqchiman? Kitobni o'zi, mana shu darslik materialni o'zi bilan ishlash jarayonida qanday qilib xronologik metodni qo'llay olish mumkinligini o'rgatib ko'rsatib bermoqchiman. Demak, boshladik. 1917-yil 26-28 noyabrda Qo'qon shahrida butun Turkiston o'lka musulmonlarini favqulodda 4-qurultoyi bo'lib o'tdi. Turkistonni boshqarish shakli to'g'risidagi masala qurultoyning diqqat markazida turdi. 27-noyabrda tashkil topgan hukumat Turkiston muxtoriyati deb ataldi. Ta'sis majlisi chaqirilgunga qadar hokimiyat muvaqqat kengashi va Turkiston Milliy Majlisi qo'lida jamlandi. Shu tariqa o'lkada ikki hokimiyatchilik yuzaga keldi. Taraqqiyparvar ziyolilar tarafi va bolsheviklar tomoni hisoblanadi. Va albatta mana ko'rib turganingizdek belgilab qo'yganman. Demokratik musulmon ziyolilari talabi bilan Turkiston aholisining Yevropalik qismi vakillari ham qurultoyda teng huquqli ishtirok etdilar. Qurultoyni 27-noyabr kuni qabul qilingan qarorda shunday deyilgan: Turkistonda yashab turgan turli millatga mansub aholi Rossiya inqilobi da'vat etgan xalqlarni o'z huquqlarini o'zlari belgilash xususidagi irodasini namoyon etib, Turkiston Rossiya Federativ Respublikasi tarkibida hududiy jihatdan muxtor deb e'lon qiladi. 27-noyabr Qo'qonda Turkiston muxtoriyati umumiy musulmon syezdida qabul qilindi. Qurultoyda demak, muborak va xayrli bo'lsin. Kamina ham majlisda bo'lishdan iftixor etaman. Yashasin Turkiston muxtoriyati. Demak, Behbudiy so'zi Hurriyat gazetasidagi 1917-yildagi nashrdagi demak jumlalar bu. Avvaliga bolsheviklar Turkiston muxtoriyati hukumatini ta'sir doirasini cheklash va uni tugatish uchun yetarli harbiy kuchga ega bo'lmagan. Demak, avvalambor Rossiya bolsheviklari tarafidan Turkiston muxtoriyatini tugatish uchun o'zlarida demak harbiy askarlar soni yetarlicha bo'lmagan, kuch jihatdan demak u qadar kuchli bo'lmagan. Ular 1918-yil 19-yanvardagina Orenburgni qo'lga olib, Moskva bilan Turkiston o'rtasida temir yo'l qatnovini tiklaganlaridan so'ng Toshkentga qurol-yarog' yetkazib berish imkoniga ega bo'ladilar. Toshkentdagi bolsheviklar bundan ruhlanib 1918-yil 31-yanvarda Qo'qondagi Turkiston muxtoriyati hukumatini tarqatib yuborish haqida qaror qabul qiladilar. Yana endi Fitratna Hurriyat gazetasidagi jumlalari 1917-yildagi nashrida. 50 yildan beri ezildik, tahqir etildik, qo'limiz bog'landi, tilimiz kesildi, og'zimiz qo'pandi, yerimiz bosildi, molimiz talandi, sharafimiz yumurildi, nomusimiz g'asb qilindi, huquqimizga tajovuzlar bo'ldi, insonligimiz oyoqlar ostiga olindi. To'zimli turdik, sabr etdik. Kuchga tayangan har buyrug'iga bo'ysundik. Butun borlig'imizni qo'ldan berdik. Yolg'iz bir fikrni bermadik. Yashin turdik. Imonlarimizga avrab saqladik. Turkiston muxtoriyati. Demak, Turkiston muxtoriyati hukumati atigi 72 kun umr ko'rgan bo'lsa ham, u erksevar xalqimizni milliy mustaqillik va istiqlol uchun kurashga da'vat etdi. Fitrat, Cho'lpon, Hamza singari o'zbek xalqining otashin shoirlari muxtoriyat hukumatini alqab o'tli she'rlar bitishdi. Fitrat muxtoriyat e'lon qilingan 27-noyabr tunini Milliy Laylatul Qadrimiz deb atadi. Ko'p ming kishilik namoyishlar bo'lib o'tdi Turkiston o'lkasida, demak, muxtoriyatni olqishlagan holda, maqtagan holda. Bu namoyish qatnashchilarining bayroqlarida yashasin muxtoriyatli Turkiston va uning hukumati deb yozilgan so'zlar hilpirab turardi. Bolsheviklar va Toshkent Soveti rahbari Ivan Tabolin unga katta xavf deb qaradilar, Turkiston muxtoriyatining mavjudligiga.
hamda zudlik bilan tugatishga harakat qildilar. Turkiston o'lkasi ishchi, soldat va dehqon deputatlari sovetlarining 1918-yil 19-26 yanvarda bo'lib o'tgan favqulodda 4-syezdida yana qurultoy nazarda tutilyapti. Turkiston muxtoriyati hukumatini kuch bilan tugatishga qaror qilishdi. Turkiston Respublikasi Xalq komissarlari Soveti 1918-yil 30-yanvar kuni harbiy harakatlarni boshladi. Turkiston bolsheviklari buning uchun Qizil gvardiyachilardan tashqari yollangan qurolli guruhlardan ham keng foydalandi. 1918-yil 22-fevralda Qo'qon shahridagi Rus Osiyo banki binosida bolsheviklar tomonidan tayyorlangan tinchlik shartnomasi imzolandi. Ushbu shartnomaning 2-moddasida aholi o'lka xalq komissarlari Soveti hokimiyati va barcha mahalliy sovet tashkilotlarini tan oladi deb yozilgan edi. Demak, mana endi sizlar bilan darslik materialni o'zida xronologik metodni qanday ko'rib qo'llash mumkinligini o'rgansak, 1917-yil 26-28 noyabrda 4-qurultoy bo'lib o'tdi. Butun Turkiston o'lka musulmonlarining favquluddagi 4-qurultoyi. 27-noyabrda demak Turkiston muxtoriyati deb e'lon qilindi. Va keyingisi 1918-yil 19-yanvardagina Orenburgni qo'lga olishdi. Demak, bolsheviklar Moskva bilan Turkiston o'rtasida temir yo'l qatnovini tiklashdi va bundan keyingina Toshkentga qurol-yarog' yetkazib berish imkoniga ega bo'lishdi. Demak, Turkiston muxtoriyatini tugatish uchun qilingan birinchi harakatda ular demak birinchi o'rinda Orenburg shahrini egallashgan va shu bilan bir qatorda Moskva bilan Turkiston o'rtasidagi temir yo'l qatnovini tiklashgan. Aynan shu yil 31-yanvarda Qo'qondagi Turkiston muxtoriyati hukumati tarqatib yuborish haqida qaror qabul qilishdi. Demak, bolsheviklar Toshkentdagi bolsheviklar bundan ruhlangan holda, demak, bolsheviklar faqatgina Rossiya imperiyasi tarafidagi demak siyosiy kuch sifatida qaraladi, lekin shu bilan bir qatorda ularni bir guruhi, bir qismi desak bo'ladi, demak Toshkentda qolgan va demak ularni o'sha Toshkentdagi vakillari, mana shu Toshkent shahridagi bo'lgan bolsheviklar demak mana shu Orenburgni egallanganidan va Moskva bilan Turkiston o'rtasidagi temir yo'l qatnovini tiklanganidan ruhlangan holda 1918-yil 31-yanvarda demak Qo'qondagi Turkiston muxtoriyati hukumatini tarqatib yuborish haqida qaror qabul qilishdi. Xo'p, keyingisi 27-noyabr tunini, ya'ni oqshomini Milliy Laylatul Qadrimiz deb atadi kim? Fitrat. Ya'ni muxtoriyat, Turkiston muxtoriyati e'lon qilingan tunni, kunni emas, tunni Milliy Laylatul Qadrimiz deb atadi. Xo'p, keyingisi 1918-yil 19-26-yanvarda demak bir hafta mobaynida bo'lib o'tgan favqulodda 4-syezdida Turkiston muxtoriyati hukumatini kuch bilan tugatishga qaror qilishdi. Bir hafta davom etgan demak mana shu favquluddagi 4-syezdda. Va albatta 1918-yil 30-yanvar kuni Turkiston Respublikasi Xalq komissarlari Soveti harbiy harakatlarni boshlashdi. Demak Turkiston muxtoriyatini demak tugatish uchun. Turkiston bolsheviklari buning uchun Qizil gvardiyachilardan tashqari yollangan qurolli guruhlardan ham keng foydalanishdi. 1918-yil 22-fevralda esa Qo'qon shahridagi Rus Osiyo banki binosida bolsheviklar tomonidan tayyorlangan tinchlik shartnomasi imzolandi. Mana hurmatli kuzatuvchilar, e'tiboringizga demak 10-sinf O'zbekiston tarixi darsligidan Turkiston muxtoriyati mavzusini tushuntirib berdim. Va bunda O'zbekiston umuman tarix darsligida materialini o'zidayoq, kitobda o'zidayoq xronologik metodni qanday qilib qo'llay olish mumkinligini tushuntirib berdim deb o'ylayman va umid qilamanki, sizlarga barchasi tushunarli bo'ldi va ma'qul bo'ldi deb o'ylayman. Navbatdagi video dars yoki video roliklarimgacha xayr, sog' bo'linglar.